Barchaga salom do'stlar, qalaysizlar? Bugun bizler Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l rayonidagi Jambasqala tarixiy o'rnidamiz. Tarixiy qala bo'lib, Xorazm өркениетінің bir nesi hisoblanadi. Bizga дейін жетіп kelgan bir miraslari hisoblanadi. Бұл qala bizim eramızga дейін 4-3 asrlarda salıngan. 4-3 asrlarda. 4-3 asrda, yani бұл әзірге уақытқа дейін 2300-2400 жылдық тарихқа ие. 2300-2400 тарихқа ие. When I first came here, it was like very astonishing for me. All of these tall buildings, and you can climb around, you can be active with them. It was really cool. Ben juda ko'p narsa bilib oldim. Например, dirkalar bor ekan, stenalarda. Otish uchun bitta urush bo'lgan ekan. And I also found this very cool rock. It looks like a dinosaur. Dinosaur. Zo'r. And I really like the fact that most of it got preserved, like throughout history.